Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana o'zining eng tezkor yangiliklari bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Islom Maxachevning sobiq sparring sherigi Islom tez orada sportchilik faoliyatini yakunlashini aytdi. UFC sobiq jangchisi va Islom Maxachevning sobiq sparring sherigi Josh Thompson rossiyalik sportchining faoliyatini yakunlashi haqida gapirdi. O'ylashimcha, u yarim o'rta vazn toifasida bir marta chempionlik unvonini himoya qiladi. Keyin esa nafaqaga chiqadi. Maxachevning so'nggi raqibi Shavkat Rahmonov yoki Shon Bredi bo'lishi mumkin. Agar u Ian Garridan o'tib olsa, aytishlariga qaraganda, ular o'rtasidagi jang allaqachon rasmiylashtirilgan, deydi Josh Thompson. Eslatib o'tamiz do'stlar, may oyi boshida Maxachev yengil vazn toifasidagi UFC chempionlik kamarini bo'sh qoldirib, yarim o'rta vazn toifasiga ko'tarilgandi. Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. Nursulton Ro'ziboyev O'zbekistonga qaytishdan oldin UFC'da yana bir jang o'tkazmoqchi. Bu haqida sportchining o'zi Instagram sahifasi orqali e'lon qilgan postida ma'lum qildi. Ko'rinishidan yana bitta jang o'tkazib, keyin qaytsam kerak O'zbekistonga, nima deysizlar deya muxlislarga yuzlangan hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Nursulton 18-may kuni o'tkazilgan UFC Fight Night turniri doirasida Germaniya vakili Dustin Stonefuss bilan jang qilib, hakamlarning yaqdil qaroriga ko'ra g'alaba qozongan edi. Qadrli do'stlar, bundan tashqari hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Instagram sahifasi orqali yana bir muxlislardan norozi bo'lgan. Men UFC'da 4 marotaba jang o'tkazdim. Bularning 3tasida g'alaba qozondim. Bitta jangda esa Bakliga yutqazdim va unda ham ochkolar hisobiga ko'ra. Lekin hozir ayrim muxlislar meni hozirgacha mana shu yutqazgan jangimni tanqid qilishadi. Hech qanday tanqidga o'rin qoldirmayman. Kelajakda nasib bo'lsa, Bakli ustidan ham g'alaba qozonaman deya e'tirof etgan. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Qadrli do'stlar, bugun yana bizda bir nechta videolar bo'ladi. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.